Yo, Assalomu alaykum. salom hammaga. Bugun sizlar bilan biz GTA 5 ning top 5 cheat kodlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi off-road. Velosiped. Ancha qilib aytsak, falset tushiramiz. Off-road teramiz, o'sha kontrda qayerga tersak, bittadan o'sha joyga, cheat teradigan joyga off-road deb tersak, velosiped tushadi. Velosiped ko'p joyda yo'q. GTA'ni ko'p joyda topib bo'lmaydi yo'l chekalaridan. Faqatgina o'sha sohilda, sohilning oldida topishingiz mumkin. Va velosiped off-road deb nomlanar ekan. Birinchi kodimiz bu bo'ldi. Endi ikkinchi kodga o'tamiz. Ikkinchi kodimiz rostakam mashina bo'ladi, supercar. Mana RPG nomli kodni, cheat kodni teramiz va mana bunday juda ham chiroyli supercarga ham chiroyli va juda ham tez yuradi. Bunaqa mashinalar kam uchraydi o'zi GTA'da. Topish qiyin. Mashinaga ham o'tirib oldik, endi muzika qo'yib olamiz. Shoshilma, sekin. Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. Jilva bilan boqishlaring jonim Turtulay terib olamiz. Hamma bilsa kerak, turtulay kodi turtle, ya'ni mashinangizni zo'r, chiroyli, yangidek svejiy qilib qo'yadi, avvalgidek qilib qo'yadi. Va davom etamiz. kulib kiprik qoqishlaring yuragimga o't soldi. Qizil dog'im kelindim, yori jonim senindim. Hop, endi uchinchi cheat kodimizga o'tadigan bo'lsak, Comet deb nomlanadi bu cheat kodimiz va mana bu chiroyli bo'lgan, hozir ko'rishingiz mumkin, mana qora bayir. Qora rangli avtomobil, qora rangli superkarimizga ega bo'lamiz. Albatta bu hamma mashina tushirayotgan hamma mashinamiz GTA'ning o'zi ichida bor, lekin ko'chalarda Sekinroq haydagan o'rtoq. bu cheat kodlar bilan tezroq tushadi shu cheat kodlar. Agar tersak. Va mashinamiz ko'rishingiz mumkin, juda ham tez va sirpanishi juda ham oson. Tezda sirpanib, tezda siylanib, u yoqqa bu yoqqa urilib ketishimiz oson. Va davom etamiz. Sulusanki sirlaring ko'p ochmagil. Binafshadik sen billur, yaralgan sal mehrdan. Qo'shig'im sal kechikdi, ranjimagil muhrdan. Arzu umid qizisan, sen oq bulut qizisan. Kamila qiz kamila, jonimni yoldizisan. Arzu umid Mana undan truch qilishga harakat qilamiz. Qilib ko'ramiz hozir. Qani o'xshaydimi, o'xshamaydimi? O'sha kinolarda ko'ramiz-ku. Har xil YouTube videolarda ham ko'ramiz. Javka tushirdik. Yo, bizga emas ekan unaqa har xil tryuklar qilish. Biz o'zimiz ishimizni qilib yurganimiz maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Endi mana GTA'ning eng tez mashinasiga navbat. Trash. Xuddi shu kodni teramiz va juda ham eng tez GTA'ning eng tez mashinasini tushirib olishimiz mumkin. Eng tez, juda ham tez. Mana o'sha bu ham qora rangda ekan, qora bayirimiz. Chiroyligini qaranglar, buni orqasi ham ochiladi. Bu mashinamizni ham katta yo'lda sinab ko'ramiz. Yo'lga qarang, gandon, yo'lga qarang. Turtulga qo'ttadim, yo'lga qarang. Shoshilma, sekin.
Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. Rostdan ham juda ham tez ekan. Ancha tez ekan. Va endiga navbat oxirgi cheat kodimizga. Bunda mashina emas, vertolyot tushiramiz. Vertolyotning nomi Buzz Off. Xuddi shuni Buzz Off deb cheat kiritamiz va mana bunday uni ham rangi qop-qora bo'lgan vertolyotimizni qabul qilib olamiz va bu joyga ketaveramiz. Kechagina qishloqdagi qizlarning bari menga sirli qiyo boqib qarashardi. Qaramasa uylariga tunda borib toshlar otib qochar edim, yarashardim. Sahargacha atrofida aylanishib uyqum uyga qaytar edim, denishardi. Endi bo'lsa ob-havoni yomg'irga almashtiramiz. Make it rain. Xuddi shuni to'liq yozamiz va yomg'ir yog'ishni boshlab yuboradi. Juda ham chiroyli bo'lib qoladi yomg'ir yog'gandan keyin. GTA o'ynaydiganlar biladi. Ummonni eshitib ozgina siqilib shaharda aylanamiz. Let's play. Mana mashina bo'ladimi? Yo'q, buni olmaymiz. Chunki bular oilaviy ekan. Rahmim keldi, mayli. Bu bo'lsa musor mashina bo'lmaydi. Bu ham bo'lmaydi, mana bu perfect. Qaylardasan? O'zinglar ham ko'rishinglar mumkin. Mana juda ham shahar juda ham chiroyli bo'lib qoladi. Sirpancha bo'lib qoladi. Umumiy qilib aytganda juda ham chiroyli. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Buni ikkinchi qismi chiqsinmi, chiqmasinmi? Iltimos kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Yoki umuman boshqacha turdagi videolar, GTA haqida videolar ham chiqarishimiz mumkin. Fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Hammaga rahmat.